Armiyadan kelgan bola 1948-yil. Vo, ota o'g'il kelib qopti, ota o'g'il qalaysan? Yaxshimisiz? Voy, qo'ling qani? Qo'lim, qo'rqmang. Hammasi chotki, просто qo'limda granata portlab ketdi. Shuning ham shunaqa bo'lib qoldi-da. Shu erkakchilikda bo'lib turadi, armiya. To'g'ri, lekin tug'ilganingda farosatsiz tug'ilgan eding, endi qo'lsiz yashaysan. Mayli, ketdik, mastava qilganmiz ovqatlar. Armiyadan kelgan bola 2021-yil. Ha, ota o'g'il kelib qoptilar. Ha, qanaqa bo'ldi aytib berchi endi. Qiyin bo'ldi, to'g'risini aytsam. Ertalab soat 5 da turish hammaga ham emas-da. Kazarmaga chiqasiz, turasiz, o'rningizni to'g'rilaysiz, yugurasiz 20 kilometrlab. Avtomatni ko'tarib olib 40 kilometr yugurish hammaga ham emas-da. Malades, ota o'g'il. Sizda qasi yo'q-da. Shu armiyada avtomatingizni tashab kelmabsiz-da, ota o'g'il. Endi bunaqa avtomatni tashab bo'lmaydi-da. Qiyin to'g'ri aytasiz. Tur yo'qol endi sharmanda qilib mani. Tur yo'qol. Sanaqa. Armiyaga borib menga o'xshab xizmat qilganlarga yuborasizlar.